Yunusobod 7-kvartalda 2 xonali birinchi etash to'rt etajli bino. Xonalar sanuzalarimiz hammasi alohida, yangi remont hech kim yashamagan. Va ikkita bog'cha infrastruktura lokatsiyasi prosta zo'r. Общий maydonimiz 51 kvadrat metr, uy egalari 64.500 dollarda so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylarimiz bor. Har doimda telefon raqam opsiyasida aloqaga chiqamiz. Keling birgalikda uyni ko'ramiz. Podyezddan kirish eshigimiz bizda uzungina prixoshka, hammom tualetlarimiz alohida. Birinchisi bizda hammom. Chiroyli sifatli kafellar taqilgan. Keling bu yoqqa kiradigan bo'lsa, bizda hojatxonamiz, yo'lanishimizda bor. Shu bilan bu yoq tarafimizda esa bizda spalnimiz bo'ladi. Spalnimizda eni 245, uzunligi 520. Elektrika, santexnika, montajkalari almashgan. Keling, bu yoq tarafimizda esa bizda zalimiz bo'ladi. Zalimizda 315 ga 520 plus balkon bilan oraliq ochilib, uzunligi 7 metr bo'lyapti. Orqa taraf reshotkalarimiz bor, juda ham katta огородlardan iborat. Keling, bu yoq tarafimiz ovqat tayyorlaydigan zona, oshxona, mehki mebel, uголокlarni qo'yib, o'tirib ovqatlansangiz ham bo'ladi. Огородlarni ham bitta ko'rsating-da, kattaligini. O'zingiz uchun eshik ochib, bitta Yevrosetkani aylantirib olsangiz, mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Narxi 64.500 kelishilinadi, aloqaga chiqamiz.